Bugun bizaga ko'rikka chiroyli qizimiz kelganlar. Eng qiziq tarafi shundaki, Zarnigorni 3-homilalari va yaqinda bilib qolganlar. Haftasini eshitsanglar hayratda qolasizlar. 39 hafta. Shu paytgacha homiladorliklarini bilmaganlar. Birinchi marta homilador bo'lsam kerak deb yonimga keldilar. Va tekshirsak, bolajonimiz 38-39 hafta ertadan tug'iladigan. Uylarida 2 qizaloqlari bor. Bu 3-farzandimiz. Hali jinsini bilmaydilar. Shuning uchun biz Xudoyim bergan podarkaga qo'shimcha podarka bermoqchimiz. Oyijonisi bunda bolajoningiz jinsi yashirilgan. Agar ko'k rangdagi sovg'a bo'lsa, bolangiz o'g'il. Qizil rangdagi sovg'a bo'lsa, bolangiz qiz bola bo'ladi va bu bizani kollektivimizdan, ya'ni bizdan birinchi sovg'asi. Olib ketasiz podarka sifatida bolajoningizga. Ani bismillah deb ochamiz. O'zi kimni xohlaysiz o'zi? Kim bo'lsa farqi yo'q deb. Yo'q, malades, qanday yaxshi turmush o'rtoqlar bor ekan. Mana bu oyijonisiga ochasiz. Mana Bitti yuragimni kemirayotgan ohu-ohlar